Nurafshon shahridagi amfiteatr majmuasi hovlisida shahar prokurori, shahar soliq inspeksiyasi boshlig'i, shahar hokimi o'rinbosari va davlat xavfsizlik xizmati mas'ul xodimi ishtirokida Nurafshon shahrida yashovchi 70 nafarga yaqin yoshlar bilan ochiq muloqot tashkil etildi. Hozir shu haqda. Ochiq muloqotda yoshlarning muammolari va takliflari tinglanib, ularning aksariyatiga shu yerning o'zida tegishli tashkilotlar tomonidan yechim topib berildi. Ayrim muammolarni hal qilish uchun esa mas'ul tashkilotlarga ko'rsatmalar berildi. Nurafshon shahar mahalla yoshlar yetakchilari tomonidan uyma-uy yurib xatlov qilish natijasida 9657 nafar yoshlar balans shakllantirildi. Ya'ni kim 3 ta toifaga ajratib olindi. Bular yashil, sariq va og'ir toifadagi yoshlar hisoblanadi. Bu toifadagi yoshlarimiz bilan doimiy ravishda samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Buning isbot sifatida mana bugun rahbar va yoshlar uchrashuvi o'tkazildi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad yoshlarimizni ijtimoiy faollikni oshirish hamda ularning bandligini ta'minlash, iste'dodini yuzaga chiqarish. Tadbir davomida 28 nafar yoshga 161 million so'mlik to'lov kontrakt pullari to'lab berildi. 2 nafar yoshga 16 million so'mlik safarbarlik chaqiruvi badal to'lovi qoplab berildi. Shuningdek, rahbarlar tomonidan 2 nafar yoshga o'zini o'zi band qilishi uchun asbob-uskunalar berilishi yuzasidan sertifikatlar topshirildi. 2022-yil Afrikans universitetiga perevod qilib kelganman. Hozirda jahon iqtisodiyoti va xalqaro munosabatlar fakultetida o'qiyman. Mana shu 4-kurs tugatdim. 4-kursni tugatayotgan yilimda kontrakt masalasida ozroq muammo bo'ldi va muammo bo'yicha yoshlar yetakchisiga aloqaga chiqdim. Ular meni arizamni qabul qilib ko'rib chiqdilar va davlat tomonidan yordam berildi hozir. Uchrashuv yakunida Nurafshon shahrida sportning mini futbol turi bo'yicha o'tkazilgan Nurafshon shahri hokimi kubogining g'olib va sovrindorlari qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandi.